Salom do'stlar. Bugun biz siz bilan buxgalteriya hisobining eng muhim standartlaridan biriga, ya'ni IS 16 yoki asosiy vositalar standartiga chuqurroq sho'ng'iymiz. Har bir kompaniyada bino, uskuna, transport vositalari bor, to'g'rimi? Xo'sh, ularni qanday qilib to'g'ri hisobga olish kerak? Aynan shu savolga bugun birgalikda javob topamiz. Keling, darrov bir misol bilan boshlaymiz. Tasavvur qiling, siz yangi bir uskuna sotib oldingiz. Zo'r. Lekin uning narxidan tashqari, uni sizning zavodingizgacha olib kelish, o'rnatish, sozlash, hattoki ishchilarni o'qitishga ham pul ketdi. Endi asosiy savol, mana shu xarajatlarning qaysi birini uskunaning tannarxiga, ya'ni balansdagi qiymatiga qo'shamiz, qaysi birini shunchaki xarajat deb yozib yuboramiz. Keling, bugun shu jumbutni birga yechamiz. Xo'sh, bugungi rejamiz qanday? Hammasi oddiy va tushunarli. Birinchi bo'lib, asosiy vosita nima ekanligini kelishib olamiz. Keyin, uni qachon balansga kiritish mumkin, ya'ni tan olish shartlarini o'rganamiz. Shundan so'ng eng qiziq joyiga o'tamiz, tannarxga nimalar kiradi-yu, nimalarni aslo qo'shib bo'lmaydi. Va albatta, bularning hammasini bitta amaliy misolda ko'rib chiqib, xulosa qilamiz. Tayyormisiz? Unda boshladik. Bo'ldi, ishga kirishamiz. Keling, eng boshidan, paydevordan boshlaymiz. Xo'sh, buxgalterlar tilida asosiy vosita degani o'zi nima degani? Aslida hammasi juda oddiy. Biror narsani asosiy vosita deyishimiz uchun ikkita oltin qoida bor. Birinchidan, siz u narsani sotish uchun emas, balki o'zingizni ishingizda, aytaylik biror narsa ishlab chiqarish uchun yoki ofisda ishlatishingiz kerak. Ikkinchidan, u sizga 1 yildan ko'proq xizmat qilishi shart. Tamom, vassalom. Shu ikkita shart bajarildimi, demak bu asosiy vosita. Endi bir qiziq joyga keldik. Aytaylik, sizda katta uzumzoringiz bor. Bu uzumzor hosil beradi, to'g'rimi? Ana o'sha uzumzor IS 16 bo'yicha asosiy vosita hisoblanadi. Chunki u xuddi zavoddagi uskuna kabi yillar davomida mahsulot beradi. Lekin agar fermangizda sut beradigan sig'irlaringiz bo'lsa, ular asosiy vosita emas. Garchi ular ham yillar davomida foyda keltirsa-da, tirik jonivorlar butunlay boshqa standart IS 41 bilan boshqariladi. Mana shunaqa qiziq istisnolar bor. Okey, demak, nimaning asosiy vosita ekanligini bilib oldik. Lekin bu hali hamma narsani balansga aktiv deb yozib qo'yishimiz mumkin degani emas. Yo'q. Avval u ikkita muhim filtrdan, ya'ni imtihondan o'tishi kerak. Imtihonning birinchi sharti bu aktiv, sizga kelajakda rostdan ham pul olib kelishiga ishonch bo'lishi kerak. Shunchaki balki olib kelar degan gap o'tmaydi. Ehtimol yuqori bo'lishi shart. Ikkinchi shart, uning narxini aniq bilishingiz kerak. Taxminan buncha turadi degan gap ketmaydi, ishonchli hujjat bilan tasdiqlangan summa bo'lishi lozim. Mana shu ikkala imtihondan o'tsagina marhamat balansga kiritsa bo'ladi. Tabriklayman, aktivimiz imtihondan o'tdi. Endi eng katta va eng muhim savolga keldik. Uning balansdagi qiymati, ya'ni tannarxi necha pul bo'ladi? Keling buni bo'laklarga bo'lib ko'rib chiqamiz. Bu yerda bitta temir qoida bor, shuni eslab qo'ying. Tannarxga faqatgina aktivni ishga tushirish uchun majburiy bo'lgan xarajatlar kiradi. Ya'ni, uni sotib olgan narxingiz, bojxona to'lovlari, uni omboringizgacha olib kelish xarajati, o'rnatish, sozlash, bularning hammasi qo'shiladi. Hatto uni birinchi marta tekshirib ko'rish uchun ketgan xarajatlar ham. Lekin agar sizga chegirma qilib berishsa, albatta uni ayirib tashlaysiz. Xo'p, nimalarni qo'shishni bildik. Endi nimalarni aslo qo'shib bo'lmasligini ko'rib chiqamiz. Aynan shu joyda ko'pchilik buxgalterlar xato qiladi. Bu xarajatlar aktivning qiymatiga qo'shilmaydi, ular shunchaki shu oyning xarajati bo'lib ketaveradi. Hech qachon esingizdan chiqarmang. Hech qachon ofis ijara haqqi yoki buxgalterning oyligi kabi umumiy ma'muriy xarajatlarni aktiv tannarxiga tiqishtirmang. Yoki ishchilarni yangi uskunada ishlashga o'rgatish uchun ketgan pullarni-chi? Yo'q, ular ham xarajat. Bu ikkalasini adashtirish moliyaviy hisobotda katta xatoga yo'l qo'yish degani. Bo'ldi, nazariyani chetga surib turamiz. Keling, shu o'rganganlarimizni amalda haqiqiy raqamlar bilan sinab ko'ramiz. Bu ancha qiziqroq bo'ladi. Tasavvur qiling, Cap degan kompaniya bor. Ular o'zlariga yangi bino sotib olishdi. Bizning vazifamiz ularning buxgalteri bo'lib, shu binoning to'g'ri boshlang'ich qiymatini hisoblab berish. Mana, ularning xarajatlari ro'yxati. Binoning o'zi 2,9 million, yuristlarga 100 ming, ma'muriy ishlarga 200 ming va soliqqa 500 ming to'lashibdi. Endi keling, detektiv kabi har bir xarajatni analiz qilamiz. Xo'sh, birinchi savol. Mana bu 200 minglik ma'muriy xarajat. Nima deysiz? Buni binoning narxiga qo'shamizmi yoki yo'qmi? Bir o'ylab ko'ring-chi. Javob qat'iy yo'q. Nega deysizmi?
chunki bu xarajatlar to'g'ridan-to'g'ri binoga aloqador emas. Bu shunchaki kompaniyaning umumiy xarajati. Demak, buni darhol foyda va zarar hisobotiga xarajat deb yozamiz. Yaxshi, keyingi jumboqqa o'tamiz. 500 millionlik soliq. Buni nima qilamiz? Lekin bitta muhim joyi bor. Bu soliq qaytariladigan ekan. Buni nima o'zgartiradi? Bu yerda ham javob yo'q. Mantiq juda oddiy. Agar davlat bu pulni sizga qaytarib bersa, demak u siz uchun xarajat emas-da, to'g'rimi? Bu shunchaki vaqtinchalik sizdan chiqib ketgan pul. Shuning uchun buni ham tannarxga qo'shmaymiz. Xo'sh, nimalar qoldi? Binoning o'z narxi 2.9 million va uni sotib olishga bevosita yordam bergan yuristlarning xizmati 100 ming. Qo'shsak? Barakalloh. To'g'ri javob 3 million dollar. Binoning balansga qo'yiladigan boshlang'ich qiymati aynan mana shu. Ajoyib! Demak, bugungi suhbatimizdan eng muhim xulosalarni chiqarib oladigan payt keldi. Demak, 3 ta asosiy qoidani yodlab olamiz. 1. Aktivni balansga qo'yishdan oldin 2 ta imtihondan o'tkazing. Foyda keltiradimi va narxini aniq bilasizmi? 2. Tannarxga faqat uni ishga tushirish uchun majburiy bo'lgan xarajatlarni qo'shing. 3. Ma'muriy xarajatlar va qaytariladigan soliqlarni tannarxga yaqinlashtirmang. Va unutmang, boshlanishini to'g'ri qilsangiz, keyingi hisob-kitoblar, masalan, amortizatsiya ham to'g'ri bo'ladi. Mana, biz aktivning boshlang'ich narxini aniqlab oldik. Bu juda muhim birinchi qadam, lekin bu hali hikoyani yarmi xolos. Eng qiziq savol oldinda. Xo'sh, 1 yildan keyinchi, 5 yildan keyinchi vaqt o'tishi bilan bu 3 millionlik binoning qiymati qanday o'zgaradi? Aynan mana shu savol bizni amortizatsiya deb nomlangan katta va qiziqarli mavzuga olib keladi. Lekin bu haqida keyingi safar gaplashamiz.